Qo'lingizni kitobni bizga setlarasangiz deydi Allah bakin. Mena alifbani o'rgatdim. Tugatdim. Ruhiya, nima qilyapsiz? Alifba kiryapman. Salom do'stlar. Yaxshimi do'stlarimda? Unutib qoldim. Yaxshimi do'stlarim? Nurg'un turdashlar so'rabdi Ruhiya Uyg'ur tilini qanday o'rgandi deb. Buni men sizlarga 2023-yildan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Elim esimda 2023-yili 10-oydan boshlab Ruhiya rasmiy Uyg'ur tilini o'rganishga qadam qo'ydi. Ya'ni men sabablik 2023-yili 11-oylarda Doyindan o'sha bizning Ulug'bek degan kitobni sotib oldim. Ruhiya uchun. Ruhiyaga qilgan birinchi sovg'atim o'sha kitob bo'ldi. Ruhiya meni chog'da shunchalik yaxshi ko'rdingiz, Ulug'bek kitobni. Shunchalik tirishib o'rgandim meni yetakchiligim bilan. Anqiza 2 oy ichida Ruhiya bu kitobni tugatdi. Anqiza hammalar yaxshi ko'radigan bir tekst bor Ulug'bekda. O'ncham maktabdan qaytib keldi. O'ncham Ulug'bekni tugatdi dedi. Esingiz bormi Ruhiya? Shu tekst. Vaqt nima degan tez o'tgan Ruhiya. Birdamda 3 yil bo'lay deb qolibdi siz Uyg'ur tilida. 3 yil? Ha, 2023-yili 10-oydan boshlab. Hozir 2026-yili 10-oy kelsa 3 yil bo'ldi. 3 yil meni o'qiydircha azimni yanglaman. 3 yil, 2 yilmi? 3 yil emas, 2 yil. 3 yil bo'lay dedi. Alifbani tugatdim. O'qibaqmi? Qancham bo'lib. Alifbani o'rgatdim. Tugatdim. Alifbani tugatdim. Qayta o'qigan qayta. G'uncham maktabdan nihoyatda xushal qaytib keldi. Dadasiga dada men alifbani tugatdim dedi. Dadasi xushal bo'lib G'unchaga nihoyatda yaxshi bo'pti. Qani o'qib baqing'a qizim dedi. G'uncham dadasiga qarab kulib turib, dada men cho'qim umidingizni aqlayman dedi. Barakallah. Yaxshi o'rganibsiz Ruhiya. Men o'rganyapman. Mana sizlar ko'rib turibsizlardek, Ruhiya Uyg'ur tilidan savodi chiqib bo'lg'ali. Hisobda 3 yil bo'lay deb qolibdi. Vaqt haqiqatan tez o'tibdi ha Ruhiya. Anqiza bu 3 yil ichida endi navod izchil kunda besib o'rgangan bo'lsa, 3-4 soat, 5-6 soatdan balkim Ruhiyaning Uyg'ur tili texnik ravam bo'lishi mumkin bo'lg'aydi, lekin turmush hamda alakchilikda bizmo kunda besib o'rganib bo'lamidi? Men o'rgatib bo'lamdim. Yaqindan buyon Ruhiya kunda menga Uyg'urcha gap qiladi. Bir iroda keldi. Cho'qim yaxshi o'rganmaysiz Isajon Uyg'ur tilida. Hozir menga Uyg'ur tiliga gap qildi. Talaq chiqsaq, uyga tursak chiqib. Haqiqatan tirishyapsiz Ruhiya. Davomli tirishing. Endi nurg'un turdashlar so'rabdi ekan, shu Ulug'bek kitobning ulanmasi bo'lsa, bir yo'llab bergan bo'lsin, bizmi setib oladiq deb. Hamda bu 3 yil burun olgan kitob o'qishgan. Hozir bu burun ulanmalar hozir yo'q ekan do'stlar. Men qarab boqsam, bu kitobni hozir sotmaydigan, burun sotganlar. Anqiza ma kitobni olsanglarmi o'xshash. Mush kitob orqali bolalarning savolini chiqarsanglar bo'ldi. Bu kitob hozir kitobxonalarda topib bo'ldi deb o'ylayman. Men bu to'latni olgandim bu kitobni. İçideki mazmunlarımız o'xshaydi. Uzuk tavish, suzuq tavishimiz balki. Kızım ma kitabını ben hem de so'rayotganlar kechiringlar, bu kitob hozir yo'q o'xshaydi. Farqli. Shu kitobni qo'lingizni kitobni bizga setlarasangiz deydi Allah bakin. Mena Buni Ruhiya hargiz bermayman hech kimga deydi. kelgusida bormiz. Ma'lum kitob orqali Uyg'urcha xat o'rganadi. Shu balimiz uchun saqlayapmiz. Kelgusida fursat bo'lsa, biz cho'qim sotamiz. Kelgusida biz fursat topmasa, mush kitobni sotmaymiz. Yangi chiqdi, sotmaymiz. Saqlayapmiz.
Biz muşunaq kitaplarni satsak deymiz, hozircha fursatlar yo'q, sharoitlar yo'llamadilar. Keyincha endi yaxshi bo'lib ketsa. 2 yildan keyin, 3 yildan keyin mümkün. Amma ish paydo bo'lishi mumkin. Maqamsiz do'stlar. Emsa balanglarga uyg'ur tili o'rganmoqchi bo'lsanglar, mush kitoblarni ishlatinglar. Xayr, xo'sh. Xo'sh.